matbuot anjumanimiz davom etadi. Endi jurnalistlar bilan muloqotda OKMK jamoasi bosh murabbiyi Mirjalol Qo'shoqov Qosimovich bo'ladi. Alloh g'alaba muborak bo'lsin. Bugungi o'yinga sizning bahoyingiz. Men bahomiz haqiqatdan ham Lokomotiv jamoasi malakali o'yinchilar qilgan, yoshlari ham kuchli, qiziqarli o'yin, og'ir o'yin kutyotgandi. Haqiqatdan ham xuddi shunaqa bo'ldi. Munosib va qolaversa men o'ylayman bugungi o'yin, bugungi turni chiroyli bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi hali yana o'yinlar bor. Lekin o'sha birinchi bo'limda ochuv Lokomotiv ham yutib ketishi mumkin edi. Ikkinchi bo'limda yanada chiroyli o'yinga yana chiroy qo'shib, masalan, shunaqa yutqizib turgan joyimizda oxirigacha kurashib, xursandmiz. Yutganimizdan qolaversa muxlislar ham maza qilib ketdi deb o'ylayman. Shunaqa o'yinlar orqali qancha ko'p bo'lsa milliy terma jamoa rahbarlari ham, murabbiylari ham kelib ko'rdi. Jismonan yigitlarimiz yaxshi o'yin ko'rsatishdi deb o'ylayman. Oxirigacha o'sha 95 minut bo'lsa 95 minut tinmay mehnat qilishdi va o'zini o'sha mehnatini mevasini olishdi deb o'ylayman. Xursandman. Endi bu tarixga o'tdi. Endi keyingi o'yinga ko'rish kerak. Muxlislarimizga minnatdorchilik, yigitlarga yutuqsiz turishimizga qaramasdan turib oxirigacha ishonib kurashganligiga minnatdorchilik bildiraman. Bugun 3 ta markaziy himoyachi, 3 ta himoyachi bo'ladi. 3 ta markaziy himoyachi, 2 ta qanot himoyachisi. Siz qaysi holat kutgandingiz o'sha 5 biza ikkaloviga ham tayyor edi. Ikkaloviga ham tayyor edi. Nimaiki Nobahor bilan ham agarda tez gol o'tkazib yuborishmaganda ikkita golni Nobahor bilan Nobahorga ham qiyin bo'lardi. O'shanda ham 5-4-1 harakat qilishuvdi. Keyingi o'yin o'sha Qo'qonda o'ynashgan o'yini Nasafga qarshi 4 himoyachi bilan o'ynaldi. O'shanga yigitlarga ta'kidladim. Endi bu yoqqa kelganimizdan keyin, protokolni ko'rganimizdan keyin protokolni ko'rish zahotim o'sha yigitlarga aytib o'tdim bu narsani. Nimaki 3 ta sentr himoyachi bilan o'ynashim, 5 ta himoyachi bilan o'ynashim. O'shaning uchun ham boshida ozgina aniq qilisha olmadi, lekin shunga qaramasdan turib yaxshi vaziyatga ham ega bo'ldi. Qolaversa Lokomotiv ham yaxshi o'yin ko'rsatdi, omonlik. Okenka oxirgi gollarni asosan standartdan urdi, standartdan keyin. Bu standartdan keyin odatda trenerlar gapib borib, boshqarib bo'lmaydi bu vaziyatni deyishadi, standartdan. Lekin agentka shu Olmaliq shu topganda qanaqadir sizni bu vaziyatni nima deyolasiz? Masalan, gol urish qanaqadir katta ustunlik beradi jamoaga. O'zi standart 50-50 deyiladi. 50-50 deyiladi. Agarda to'g'ri anaqa bo'lib, o'shani jamoa ishtirok etadi, bu mashg'ulotlarda ustidan ishlaniladi. Endi har doim ham golga aylantira olmaymiz, lekin standart o'zi 50-50 foydasi bor. Endi o'zimiz ham, masalan, Buxoro jamoasi ham 2 ta standartdan urdi. Oldingi uyda o'ynagan o'yinimizda har biriga bu futbolning bir qismi e'tibor beriladi. Shunday. Bo'ldimi? Nimani o'zgartdi? Rahmat. Paxtakorga qarshi o'yindan sizning futbolchilaringiz va o'sha Paxtakorga qarshi o'yindan keyin jamoa hozirgacha umuman yutqazmayapti. Ya'ni savol shundan iboratki, shu o'yindan so'ng jamoalarning o'zi qanchalik o'zgardi, nimalarga o'zgartirishlar kiritildi? Yo'q, o'ynashni bilishadi. Fikrlash doirasi yomon emas, jismonan yomon emas, masalan, texnikasi yaxshi, taktikasi yomon emas. Bu yerda o'sha Paxtakor bilan bo'lib o'tgan o'yinda bizda azart etmadi. Xohish. Paxtakorga qarshi qanaqadir juda ham
sust harakat qildi. Sababi ularga bunaqa o'yin bersa, конечно, albatta xohlagan ishini qilib tashlaydi. Lekin Paxtakor jamoasida ham yaxshi ijrochilar, malakali futbolchilar yig'ilganda baribir. O'shaning uchun o'sha narsa yetishmadi. Qaysidir ma'noda Samarqanddan ham yetishmadi. Bizda ozgina boshidan valyajni chiqdi, bemalol. Lekin futbol bunaqa narsalarni kechirmaydi. Buxoro bilan boshqacha chiqdi, Andijonda boshqacha chiqilgan edi. O'shaning uchun ham oxirigacha выкладываться qilish kerak-da. Azart bo'lishi kerak, zirv bo'lishi kerak shu. Ikkinchi savolim, Nodonbek Abdurazakov to'rt o'yindan beri oxirgi daqiqalarda gol uryapti. Siz tarafingizdan vazifa belgilangan yoki u futbolchining xarakterimi? Ozgina o'zini o'zgartirdi. Nimaiki, hozir bombardier bo'lish kerak edi. Agar birinchi turdan qaraydigan bo'lsa, o'sha Bunyodkor bilan keyingi o'yinda Xorazmda imkoniyatlari bor edi, golga aylantira olmayotgandi. Keyin ozgina futbolga qarashi, tushuntirish, muloqot bo'ladi, gaplashiladi. Ozgina o'zgartiruvdi. Xohlaysan futbollarda bo'lmaydi. Futbollarda bo'lmaydi. Futbolga qanchalik mehr bersang, u ham senga o'ziga yarasha mukofotini qaytaradi. Shu. Oxirgi savol. Ozodbek, sizga bu savol berishni ko'rmadim. Butun O'zbekiston jamoalarida moliyaviy muammo bo'lib turgan paytda agentlik jamoasida shunaqa muammo bo'ldimi? Endi qaysi ma'noda? Endi qarasa baribir ta'siri bor. Endi u ham o'ziga yarasha bo'lishi mumkin emas. Masalan, bitta narsa hamma yoqda yomon deb bitta bizda shikkaladi degan narsa. O'ziga yarasha ta'siri bor. Lekin baribir buni menimcha o'rganib chiqishadi. Meni fikrim, Yevropalarda ham, hamma yoqda, biznesda ham. Masalan, bir so'm tiqmasang, bir so'm foyda topmaysan. 0 tiqsang, 0 topasan. Shu. Buni baribir yechimini topishadi deb o'ylayman mutasaddilar va qolaversa yanada ko'proq nima deydi, baribir futbol bu birinchi raqamda yurtni tanitadigan, qolaversa bu jahon chempionatida ishtirok etamiz. Buni bilmadim endi. Men finansist emasman. Keyin ko'rib chiqsa kerak baribir bu narsani. Boshqatdan o'tirib hamma yoqda bor. Bitta anaqada bo'lishi mumkin emas bu masalani. O'shaning uchun sog' bo'lasiz.